Angor tumanida 4450 gektar chigit ekish rejalashtirilgan 2026-yilga. Shundan hozir 2000 gektarga yaqin ekildi. Shuni 2200 gektari Shinjon usulida. Shinjon usulida afzalliklari birinchi suv iqtisod bo'ladi, o'g'it iqtisod bo'ladi, texnikani kirishi iqtisod bo'ladi. Birinchi klinkani ostiga ekiladi va tomchilatish shlankalari qo'yiladi. Viloyatimiz bo'yicha eng ko'p Angor tumanida 2200 gektar yer mana shu Shinjon usulida ekilyapti. Buni afzalliklari yuqori hosil oladi, tomchilab suv iqtisod bo'ladi, mineral o'g'itlar iqtisod bo'ladi. Sababi 1 gektarga 1200 kub suv ketsa, bu 400-500 bilan bir marta sug'orib olinadi. 6000 gektar g'alla ekkanmiz. Hozirgi kunda g'allaga 800 kilodan o'rtacha o'g'it berdik. Hozir zangga qarshi fungitsid, gerbisidlar bilan 4 martadan ishlov berildi. Maqsadimiz qishloq xo'jaligida yuqori hosil olish, hosildorlikni yuqoriga ko'tarish, shu orqali tumanimiz iqtisodiyotini va xalqimiz daromadini oshirish.